homiladorlikda necha marotaba UZI ko'rigidan o'tish kerak? UZI ko'rigidan birinchi marta bizda zadержка bo'lgandan keyin homiladorlikni tasdiqlatish uchun tushiladi. Ikkinchisi bu 6-7 haftaligida homilaning yurak urishi bor yoki yo'qligini tasdiqlatish uchun. Uchinchi ko'rigimiz esa bu birinchi skrining. Ya'ni 12-13 haftaligi oralig'ida tushiladi. To'rtinchi ko'rigimiz bu bizda 18, 21, 22 haftaligigacha ikkinchi skrining. Beshinchi ko'rigimiz esa 26-27 haftalikda birinchi Dopplerga tushishimiz kerak. Oltinchi ko'rigimiz bizda 32-33 haftalikda ikkinchi повторный Doppler hisoblanadi. Mana shu 6 ta ko'rik bu o'tilishi shart bo'lgan ko'riklar. Qolgan UZI ko'riklarini ginekolog tavsiyasi bilan UZIlar uchun ham tushishlar mumkin. Lekin mana shu 6 tamiz bu muhim bo'lgan ko'riklar. Agarda shunaqa qiziq ma'lumotlar kerak bo'lsa, meni sahifamga obuna bo'lib qo'ying, esinglardan chiqmasin.